مىللىي قەھرىمان مىجىت سىلىڭنى ئەسلەيمەن. ئاپتورى ئابدۇرىشىتhaji كىرىمى. مىللىي قەھرىمان مىجىت سىلىڭ قەشقەر شەھىرىدە bir قاسساپ ئائىلىسىدە dunyoga kelgan. Onun dadisi Saqaxon bir ömür qassaplıq bilan Qashqarda jahansozlik qilgan kishi edi. Mijit Saqi o'rta maktabni bitirgandan keyin 3 yillik harbiy majburiyatni o'tab, Qashqar xalq sud mahkamasining sud soqchisi bo'lib ishlagan. Keyin Qashqar shaharlik binokorlik qurilish shirkatining yog'ochchilik kasbi bo'yicha binokorlik xizmatini ishlagan. U shehid bo'lish harpisida texi 29 yoshlarda edi. Milliy qahramon Mijit Saqi Qashqar shahrining huquqini qo'lga kirgizib olgandan keyin uning nomi Tangritog'ining janubiy va shimoliga tezli tarqalib, xalq orasida Mijit Siling degan nom bilan tanildi. Bo'libmi Atishdan tortib Shekarko'l, Sansako, Maralbeshi, Aqsaq Maral, Shamol, Chunqurchoq, Seriqbuya, Yangi O'stan, Avat yezilarida dehqonlar orasida har xil so'z cho'chaklar eg'izdan eg'izga tarqalib yuriydi. Mijit Silingni bir ko'rib olish uchun alaydan Qashqarga kelgan shaxslarmo oz emas edi. Ondan boshqa Yangishardan tortib toki Poskam, Yakanning yezlaridamo Mijit Silingning so'z cho'chaklari bulung-bulungda daston qilinib, vazxonlarning ma'rikasiga aylanadi. Men Mijit Siling bilan o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganligim uchun ikkimiz bir-birimizga qarshi raqiblardan edik. Ayni vaqtda Xitoy tajovuzchilarining xuddi shaytondek mahorat bilan 72 turlik hiyla-makr qo'llanib, Sharqi Turkistondagi millionlagan o'g'lonlarni bir-biriga ishonmas va raqibga aylantirib atganligini o'ylasam, ichim zahar yegandek ochiq bo'ladi. Qarang, men shu chaqda Wang Inmoni qo'g'daydigan Sansu degan ommaviy tashkilotning ichidagi bir xizmatchi xodim sifatida vatan millat uchun ishildim. Biz bir-birimizni to'liq tushunmaydik va o'zaro ishonmaydik. Bir-birimizni ko'rsak, o'ltirib etishdanmi yonmaydik. Har qaysimizning o'z oldimizga tortib olgan qurolli qo'shinlarimiz bor edi. Düşmanlik kayfiyat taza avj olgan 1968-yilning aprel oylarida bizning tashkilotdagilar Mijit Silingni yo'qotib o'tish planini tuzib, bu planni men boshliq Aptori Hasan, Ayub Axun, Mamtili qatorliq kishilarning ijro qilishiga topshirdi. Biz Mijit Silingni ujuqtirib o'tish uchun oldin tayyorlik qilib, Qashqar shahri O'stan bo'yi 2-chi oshxonaning oldida yoki oshxonaning ichida yo'qtish mashqini elib borgan edik. Ma'lum bir kishi Mijit Silingni mehmon qilish nomi bilan 2-chi oshxonaga elib kelmoqchi edi. Biz oshxonaning oldida har payshanba bo'ladigan kichik bozorda yolg'ondan tuz sotgan bo'lib, bir harvaga 4 parcha sho'r tuzni, yana bir kal harvasiga 5 dona polo kavasini basqan bo'lib, dehqonchi yasinib, kurak juvining ichiga oldin tayyorlab olgan portlatqich bomba bilan yang qurollarimizga o'qni ravurus qachilab saqlab turgan edik. Mijit Silingni engikining ostidan mengisiga qartib etib o'ltirishni,
o'qning boshqalarga tegib ketmasligi uchun tibbiy maktabning ichida alohida harbiy mashq ilib borgan edik. Hozir bu ishlarni o'ylasam uyulaman. Milli qahramon Mijit soqining kelishiga yarim soatcha qolgan edi. Ma'mtili To'raxon hasirab yugurib kelib, menga bir parcha xatni berdi. Xat Xayrullaning pochirkisi edi. Xatda dushman o'z odamimiz, harakat to'xtatilsin deyilgan edi. Mening kallam qo'dangishib ketdi. Qandaqmı Mijit Siling bizning odam bo'ladi? Men Xayrullaning buyrug'ini buzolmaydim. O meni o'limga buyursimi, kulib turib o'limga mang'atdim. Odamlarimni boshlab harvlarni tashlab etib, zuvan surmay qizil dövi yo'li bilan Shamolbog' yezisining ujmilik dodiyi orqali un zavodiga kirib ketdim. Men bilan birga borganlar mendan gap so'rab, nima ish yuz berganligini so'rab javob ololmagan edi. Men kallamda men bilan birga borganlarga emas, Sansu qo'mondonlik shtabiga bahoni ko'rsatishim kerak edi. Qaytib kelsizlar-ku. Nima bo'ldi? Ish bitdimi? Yo'q. İşçimizden xoin chiqibdi. Biri Mijitga xabar qilgan ekan. U bizdan burun harakatlanib, hamma yerga qarovul qo'yib, osmonda tor, yerga qopqon qurib turgan ekan. Bizning idoradagi biri menga bu xabarni elib kelibdi, darhol qaytib keldik. Xudo saqladi. O bizga xabar qilmagan bo'lsa, biz beshimiz tangli o'ldi ekanmiz. Ular qandoq bilgandi? Kim ularga xabar qilgandi? Buni sizlardan boshqa hech kim bilmaydi-ku. So'roq ustiga so'roq, muloyizlar uzun davom qildi. Men zuvan surmay, ularni ishontirish uchun yana bahona izlayotdim. Biri odamlarga ishinib bo'lmaydi. Har holda sizlar salomat qaytib kelibsizlar. Bundan keyin bundaq tavakkulchilikni qilmanglar dedi. Bu ish shundaq bitgandan keyin Axunub bu ishning tafsilotidan xabar tepib, burut bilan cho'qurni darhol bir org'a akilib tunishtirib qo'yinglar. Bundan keyin jiq ishlarni bu ikkisi orqali qilg'il bo'ladi deb Xayrullaga topilgan ekan. Mijit cho'qur bo'lganlik uchun Axunub uni cho'qur deb ataydi. Mening tashkilotdagi laqabim burut bo'lganligi uchun burut deb muomala qiladi. Maxfiy tashkilotda hech vaqt o'z ismimiz qo'llanilmaydi. Shahar kommunisining oldida Etkar maydonining dal o'dilida Ahmad Cho'mish degan bir kishi dog'chilik do'kon ochadi. Uning dog'ining ta'mi, etish usuli boshqacha edi. Yozning to'miz issiq kunlarining birida Ma'mtili To'raxon meni agashtirib, Ahmad Cho'mishning do'koniga elib keldi. Men barg'ili unamay, o'zimning hayotimdan ansirgan edim. Ma'mtili kulib ketib, sening hayotingga kepillik qildigan kishini sana hozir tunishtiramiz. U kishi sening hayotingga kepillik qiladi. Qo'rqma dedi. Rost degandak Xayrulla bilan Mijit Siling kulishib kelyotdi. Men Mijitni ko'ribla ishning tegiga yetgan edim. Ustom, 5 mo'jandan 4 qachi dog'yasizlar, dedi Ma'mtili To'raxon. Ahmad Cho'mich hammamizga bir qarab etib, mundan keyin Mijit Siling janoblari pat-pat kep tursa bo'lg'idak, do'kon ichib 5 mo'janlik dog' setib boqmagan edim.
bu mening hayotimdagi eng cho'ng sovdan bo'lib qoldi. Yaşsın, Mijit Siling, deb doğ etishga boshladi. O zamanda doğning bir qachisi bir mo'chan yoki 5 ponliq edi. 5 mo'changa hech kim doğ ichmaydi. Yaşsın qo'mondan Mijit degan shuar kishilarning odatlik so'ziga aylanib qolgan edi. Doğni ichib bo'lgandan keyin Kesken Yar degan mahallaga berib barat ھاجى. Merhum Mekkada vafot bo'ldi. Türkiye İstanbul'da yaşagan edi. Ning uyiga kirib, mungdishib, o'zaro tanishib, bir-birimizni o'zaro qo'daydiganga va'da berishdik. Hamda Sharqi Turkiston ozodligiga doir kelgusi qiladigan ishlarni tahlil qilishdik. Aradan bir ay o'tmay, xalq bog'chisining oldida boshlang'ich maktabdan tortib, oliy maktabgacha birga o'qigan saboqdishim, kasbdishim Muhammad Ro'zi bilan mungdishib tursak, to'nimagan bir to'p odamlar kelib, meni tutib ketdi. Men darhol Muhammad Ro'ziga, "Ma'mtili to'raxonga aytib qo'y. O hozir Yarvaq Ko'ktat shirkatida mashinaga saypisiyotidi" dedim. Meni darhol qutuldirib olmasa, o vaqtning vaziyatida meni o'ldirib etish yoki meyib qilib qo'yish xavfi bor edi. Ular mening beshimga tag'ir kiydirib, bir yerlarga elib ketdi. Qarasam, meni ular shahar ichidagi bir oshliq do'konning ichiga solab qo'ygan ekan. Qorong'i tushkil turdi. Kech qolsam xatarlik edi. Kechisi odamni odam farq etolmagan paytda odam urush, qiynash ishlari yuz beradi. Hech bo'lmaganda meni moliya savdo sistemasidagi tashkilotlarga topshirib bergan taqdirdimi, meni saq qo'ymaydi. G'am bilan o'ltirsam, Mijitning ovozi chiqib qoldi. Muhammad Ro'zi degan saboqdishim berib, "Ma'mtili to'raxonga" degan ekan. Shuning bilan Mijit meni qutuldirg'ili alaydan kelgan ekan. Sizlar uni shaharning qop o'ttirisidan tutibsizlar. Ya uning qo'lida qurol bo'lmasa, yoki urush rayonidan tutmasanglar. Hozir ularning yangratqullari odamimizni qo'yib bermasang, sening 10 odamingni tutib o'ldiramiz da'vatidi. Uni darhol qo'yib o'tinglar. Bizga ish terib bermanglar dedi. Ular meni ko'chaga chiqib, beshimdagi tag'arni elivitib qo'yib berdi. Men darhol yolg'ondan Sansu qo'mondonlik shtabiga ularning telefoni bilan telefon qilib, meni qo'yib berganligini aytib qo'ydim. Mening munda qilishim yanala Mijit Silingni oqlash edi. Men yo'lda ketayotsam, bizning tarafdagilarning yangratqusidan chiqqan Awazda ular qandaqli bo'lmasin, bizning odamni saq qo'yib berdi. Ularda birinchi qitim samimiyatning aks etganligini his qildik degan talaffuzda so'zlayotdi. Hukumat va Xitoylar qurgan qarama-qarshi tashkilotlarda Sharqi Turkistonchilarning borligini Xitoy biladi. Ammo Xitoy tajovuziga qarshi maxfiy harakat qilayotgan inqilobchilarimizni o'zining qo'li bilan yo'qotib etish taktikasini qo'llanadi. Ochiq bir narsa desa, jamiyatda Xitoyga qarshi xalq urushining yamrab ketishidan qo'rqadi. Sabab qurol yaroqlarning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlarning qo'liga o'tib ketgan edi. Xitoyning vatanimizda put dasab turishi qil ustida turgandimmo battar qiyin holatga tushib qolgan edi.
Uzoq yil taqalgan Qashqar Hetkar jamoasining yangidan ochilishida Mijit Silingning roli cho'ng bo'ldi. U yillarda bu kichik ish emas edi. 1966 yil 18 avgust kuni Qashqardagi bir to'p aldangan asabiy balalar 4 konini buzish niqobi bilan Qashqar Hetkar jamisining ustidagi qo'pillarni urib chiqib, qisman buzg'unchiliklarni qilgandan sirt jamani taqab pechat silvatgan edi. Shu pechat salgan peti jamoat jamaning oldi eshigidan kirib namoz o'qiy olmay, yon eshiklardan kirib namoz o'qiydigan bo'lgan edi. Vaziyatning jiddiy taqozosi bilan oxunib kishilardan fikr elib, jamani ichishning tayyorligini qilishga boshlaydi. Bu ishni faqat Qashqar shahrining huquqini yurgizayotgan Mijit Silingga topshirsa, unimining zo'r bo'ladiganligini sezgan oxunib qo'mondan Mijitni chaqirib, bu ishni uningga topilaydi. Mijit Siling oldi bilan Hetkar masjidini gullantirish komiteti qurib, uningga yoshlardan Muhammad Emin Mirza, Muhammad Eli Roziq qatorliq yoshlarni saplab, tuzum, nizomnoma bekitib, ishga tutish qiladi. Hojatxona yasilib, dal daraxtlar parvish qilinib, ko'llar chepilib, suv quyiladi. Hojatxonaning chiqimi va boshqa kirim manbalarini inchiklik bilan hisoblab, bir yurish planlarni qiladi. Qashqar shahridan ma'lum miqdorda pul ajratib, qurilishni boshlaydi. Naqqoshchilik ishlari dangdar usta Muhammad Emin Namanga topshirilib, masjidning ichi, tamlarning, turuklarning gulkarligi, naqqoshchiligi, oldi ishigidagi Qur'on yeziqi xatlari, viviskalar yangidan burunqidanmi ko'rkam qilib, yezilib, tuzashtiriladi. Qashqar Hetkar masjidi yangidan yasalishga boshlanibdi. Qurbon Hayitga ulgurib putidikan degan xabar tez muddat ichida hamma noya shaharlarga tarqaladi. 1968 yil Qurbon Hayitga ulgurtib masjid puttiriladi. Shu yili namoz o'qig'ili kelgan kishilarning soni tarixdagi har qanday saviyadan ko'p bo'lgan edi. Namozga Yengishar, To'qizoq, Yakan, Yengisar, Poskam, Atush, Aqtu qatorliq yerlardan musulmonlar kelib namoz o'qigan edi. Hetkar masjidining yangidan ochilganlik xabari Tangriteg'ining shimolig'imi berib yetadi. Hamda Mijit Silingga bo'lgan xalqning hurmatimi kun sayin oshadi. Davomi bor.